Salom, traderlar yaxshimisizlar? Siz bilan Ali Mardon Qodirov va biz navbatdagi videoni boshlaymiz. Demak, biz dollar indeksiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, umumiy yo'nalishimiz o'rta va uzoq muddatli ayiq tendensiyasidan qisqa va o'rta muddatli buqa yo'nalishiga aylanmoqda. Va biz ko'rishimiz bo'yicha qisqa muddatli trendiy zonamizni mana bu maksimumda shakllangan joydan narx yorib o'tdi. Yorib o'tgach, bizda aynan yana ham buqa tendensiyasini rivojlanishiga sababchi bo'ladigan mana bu zonamiz, ya'ni belgilab qo'ygan bir necha kasanyalarga ega bo'lgan zonamizni yorib o'tganligini birinchi urinishda yorib o'tdi, keyinchalik yana qaytdi, kuch to'plab oldi, keyin yorib o'tgandan keyin right isqa berdi qaytadan. Biz keyingi manzil 99700 va 100-360 largacha narx atkat sari o'sishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunga fundamental sababini aytadigan bo'lsak, kecha federal zaxirasi foiz stavkalarini 25 baziy punktga tushirdi va undan tashqari aynan geosiyosiy bo'yicha aynan o'sha Amerika va Xitoy munosabatlari biroz yaxshilashgan va yumshaganligini biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyga nisbatan bojlarni, aynan o'sha qo'ygan foizlarni biroz yumshatmoqchi va bu dollarni biroz o'sha savdogarlar uchun xavfsiz boshpanaga aylanishiga sababchi bo'ldi va biz o'shaning uchun navbatdagi zonalarimizgacha yana dollar o'sishini, dollar talabga muhtojligini ko'rishimiz mumkin. Dal shu ramzi fund dollar parasiga e'tibor qaratamiz. Fund dollar parasi qanaqa holatda ekan? Demak, fund dollar parasi umumiy tendensiyamiz o'rta va uzoq muddatli buqa tendensiyadan qisqa va o'rta muddatli ayiq tendensiyaga aylanadi do'stlar. Va biz o'rta muddatli mana bu minimumli hosil bo'lgan trendiy zonamiz, ayiq trendiy zonamizni yorib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Yorib o'tdi. Yorib o'tgandan keyin bir marta right isqa berdi qaytadan aynan shu nuqtaga. Biz birinchi maksimum va ikkita maksimumni mana shu nuqtada hosil bo'lganligi va mana bu nuqtamiz uchinchi maksimumimizni ko'rishimiz mumkin va narx aynan uchinchi maksimumdan so'ng qulashini ko'rishimiz mumkin. Endi aynan mana bu trendiy zonaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan bu buqa tendensiyasi shakllangan trendiy zonaga narx reaksiya berdi, bir marta buzib o'tdi, qaytgandan keyin bir minimum yasab berdi, lekin uni o'sishga kuchi yetmadi. Keyinchalik yana qaytib bu trendiy zonamizni pastki qatlamiga o'tib oldi. Demak, biz nimaga aylandik? Yana qisqa va o'rta muddat ayiq tendensiyasiga aylanmoqdamiz. Endi biz qaysi manzilgacha ayiq tendensiyasiga aylanamiz deydigan bo'lsak, biz narxlarga e'tibor qaratamiz. Narximiz xo'sh. Biz aynan birinchi nuqtamiz mana bu maksimum nuqtamiz. Aynan mana bu nuqtamizga, ya'ni 1.30 200 gacha yana biz kelishimiz mumkin bo'ladi bu yoqda. Keyingi narximiz esa agar uni ham yorib o'tadigan bo'lsa, keyingi nuqtamiz esa do'stlar aynan bir necha tegib qaytishlar yuzaga kelgan minimumda shakllangan zonamiz 1.29. Aynan keyingi manzillarimiz bizda 1.30 va 1.29 chegaralar atrofini biz ko'rishimiz mumkin. Aynan narx atkat sari do'stlar biz sotamiz GPUZ parasini. Xo'p, hozir shunaqa aynan narximiz mana bu o'rta muddatli trendiy zonamiz ham mabodo bu endi agar ehtimoldan yuqoriroq ehtimollikdan biroz yiroqroq desak ham bo'ladi. Ya'ni narx kelib u trendiy zonani yuqori yorib o'tsagina biz yuqoriga narx harakati ketishini, ya'ni buqa tendensiyasiga aylanishimiz mumkin. Ungacha hali bay haqida o'ylamaymiz. Narx ko'tarilgan sari sotishimiz mumkin bo'ladi. Dal ko'ramiz. Euro USD juftligini ko'ramiz. Euro USD juftligimizda qanaqa holat ekan? Umuman olganda kanalimda Euro USDga analizda aynan strategiya bo'yicha o'rta muddatli, qisqa muddatli analiz bergan edim. Aynan narx sell tendensiyasiga aylanish haqida. Endi biz buni ko'rishimiz mumkin. Bu qanaqa holatda ekan? O'rta muddatli va uzoq muddatli buqa tendensiyasida edi va biz endi qisqa va o'rta muddatli ayiqqa aylanmoqdamiz. Va bu yerni ko'radigan bo'lsak, demak, minimumdan shakllangan trendiy zonamizni yorib o'tganda gratis shakllanib berib, birinchi maksimum, ikkinchi maksimumni shakllandi va uchinchi maksimumimiz ham aynan pastda shakllangan evaziga biz yana qisqa va o'rta muddat sell tendensiyasiga aylanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aynan qaysi lokatsiyalarimizgacha bu narxlarimiz mavjud. 1.15
660, 1.15 660 va 1.14 800. 1.14 800 gacha biz sell tendensiyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bunda ham qiyin joyi yo'q. Yana ham yaqinroqdan ko'radigan bo'lsak, bu hududni bizda mana bu o'rta muddatlik shakllangan trend zonamizga narx reaksiya berdi, yorib o'tdi, lojni yasab berdi, yana pastga qatlamga o'tib oldi. Keyinchalik yana qaytib retest shakllantirib, уже biz mana shu trend zonadan pastga harakatlanmoqdamiz. Manzil endi o'sha aytganimizdek 1.14800 va 1.14100 gacha ham narx sell pozitsiyaga aylanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ehtimol bilan уже keyingi haftanida shakllanib berishi ham mumkin bo'ladi do'stlar. Biz shunaqa narsani ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Dальше biz dollar yena parasini ko'ramiz. Dollar yena parasi qanaqa harakatga ega ekan hozirgi muddatda. Demak, biz dollar yena parasida demak o'rta muddatlik mana bu flat holatimizni yorib o'tdik va yorib o'tganimizdan keyin buqaga aylandik, buqa tendensiyaga aylandik. Ya'ni buqa tendensiyaga aylanishga sababchi bo'ladigan zonamiz bor edi. Biz mana bu zonani aytamiz. Mana bu zonamizni aynan yorib o'tgandan keyin bo'ldi. Biz sell haqida o'ylamaymiz, faqatgina откат sari, qulagan sari sotib olish haqida o'ylashimiz kerak edi. Aynan biz anchadan beri bu zonani test qilib kelyapmiz. Eski videolarda ham kuzatib o'tganlar bo'lsa, demak, aynan shu nuqtani yorib o'tdi, qaytib retest shakllanib berdi bu nuqtaga va aynan shu minimum buqa tendensiyaga aylanishiga sababchi bo'ldi do'stlar. Endi oxirgi narxlarga e'tibor qaratamiz do'stlar. Aynan biz analizimiz bo'yicha ham narx harakatlangan, mana bu analizimiz bo'yicha. Va endi biz yana ham buqa tendensiyaga o'tib oldi va mustahkamlab olganligini ko'ramiz dollar yana parasini. Nimaga? Chunki daily time frame'dan ko'radigan bo'lsak, biz aynan mana bu minimumlardan shakllangan uzoq muddatli trendovik zonamizni yuqori qismiga o'tib oldi. Yuqori qismidamiz hozir. Ya'ni biz 4 soatlik time frame'dan ko'radigan bo'lsak, aynan shu trendovik zonamizni yuqori yorib o'tganligini endi biz demak biz bu yog'iga qanday harakat qilishimiz kerak bo'ladi? Qisqa откатdan keyin, qisqa qula bergandan keyin yana qayta birinchi manzilimizga, ya'ni 154 900 gacha narx ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin, faqat biroz qaytib bo'lgandan keyin. Hozircha biz dollar yenada faqatgina sotib olish haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Birinchi manzil 154 900 gacha. Demak, qiyin emas bunda. Demak, sotib olishimiz kerak bo'ladi dollar yena parasida. Navbatdagi instrumentimiz tilla. Xo'p, tillada analizimiz bo'yicha aynan ikkita narximiz bor edi. 4373 bu sotib olish uchun, ya'ni yorib o'tadigan bo'lsa buqa tendensiyasiga va 4246 bu 4246, ya'ni bu sell uchun. Ya'ni biz aynan mana bu narximizni pastga proboy, ya'ni yorib o'tganligini ko'ramiz va trend zonamizdan bor edi va narx o'shandan beri biz faqatgina qulab kelmoqdamiz. Endi biz bunga bu kerak emas, bu instrumentimizni, bu strelkamizni endi ko'radigan bo'lsak, bizda hozir narx konsolidatsiya, ya'ni o'rtada shakllanib flat yuzaga kelib qolyapti. Endi biz aynan 3999 narxini ko'ryapsizlar. Mana bu nuqtada 3999 narx agar 4 soatlikda yuqori javob beradigan bo'lsa, biz navbat уже 4138 gacha kelishimiz mumkin. Hali yorib o'tgani yo'q hali do'stlar. O'shaning uchun biz aynan sell tendensiyamiz. Nimaga? Chunki biz aynan qaysi nuqtadan yorib o'tganligini ko'ramiz bo'lsa, mana bu uzoq muddatdan beri shakllangan trend zonamizni mana bu nuqtadan narx nima qildi? Yorib o'tdi va biz endi mana bu trendgacha ham kelishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu qaysi trend bo'ladigan bo'lsa, uzoq time frame'dan kelgan trend zonamiz. Demak, bu mana bu do'stlar. Mana bu minimumdan shakllangan trend zonamiz juda kuchli. O'sha narxni o'ziga tortishi mumkin bo'ladi va aynan shu nuqtagacha narx qaytib test qilib berishi mumkin. Ya'ni bu qaysi narxlar deydigan bo'lsak, bu aynan mana bu narxlar 3870 largacha narx
xaridlarni berishi mumkin va bu keyingi haftada yuzaga kelishi mumkin do'stlar. Hozircha shunaqa holat. Ya'ni biz aynan deylik mana bu narxga aytib qo'y, aniqroq aytadigan bo'lsam, mana bu minimumlar, maksimumlar shakllangan narximiz 4027 narxi. Bu yorib o'tgandan keyin agar mabodo yorib o'tadigan bo'lsa, bay uchun do'stlar, yorib o'tsa bay zona, ungacha hali bay haqida o'ylamaymiz. Narx ko'tarilgan sari sotishimiz mumkin bo'ladi, aynan 3871 gacha. Xo'p, endi S&P 500 instrumentiga o'tamiz. S&P 500 instrumentidagi narx harakatlari qanaqaligini ko'rishimiz mumkin. Do'stlar, bizda aynan uzoq muddatli trend zonamizdan atboy yasab bergan, qaytib bergan do'stlar. Biz büyük ihtimal bilan aynan shu nuqtadan yana qaytishini ko'rishimiz mumkin. Xullas, demak, bu yerda bizda mana bu maksimumlarimizga yetib qaratadigan bo'lsak, mana bu maksimumimizga trend zona shakllangan, narx aynan shu nuqtaga borgan va maksimum yasab bergan va bu ancha uzoq yillik trend zona bo'lgani uchun do'stlar, narx bunga befarq bo'lmaydi. Ya'ni e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, narx aynan shu nuqtaga, deylik, o'sha buni to'g'rilaydigan bo'lsak, sal mana shu nuqtaga reaksiya bergan baribir ham. Aynan shu nuqtaga kelgan, chunki bizda mana analizimiz bor. Mana bu stilkamiz bor. Ya'ni narx shu nuqtaga kelib qaytib berish kerak edi, chunki mana bu trend zonaga befarq bo'lmaydi. Demak, biz qaysi nuqtaga kelishimiz mumkin? Endi yana ham manzil, birinchi manzil 6755, keyingi manzil уже 6572 narxlargacha biz pastlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozircha shunaqa. Umuman olganda navbatdagi kelayotgan hafta hammaga xayrli bo'lsin. Savdolaringizga omad do'stlar. Bir narsani aytib o'taman. Kelayotgan noyabr, 3-noyabr kuni individual shaxsiy o'zimning guruhimga qabul boshlangan, joylar soni juda chegaralangan 3 ta odam olaman. Aynan o'zimning strategiyamni, kun ichidagi strategiyamni aynan o'sha tizim qilib, faqatgina shu strategiyani o'rgataman do'stlar. 3-noyabr kuni agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimgadir ham o'zimga ishkam yozing, Telegram kanalimda hammasini batafsil yozib o'tganman. Xo'p, unda hammaga xayr, ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'ling.